Yaxshimisizlar? Akalar, mana ko'ryapsizlar, vitiligo kasalligini, ya'ni oq dog'larni muolaja qilib davolaydigan joyga kelganmiz. Shanxay klinikasida. Mana lazerli apparatimizda, mana ko'ryapsizlar, kurs davomida sekin sezilarli darajada davolaniladi. 5 marta, 6 marta kelganingizdan keyin akamiz ham o'zi Xitoydan kelgan, apparatni ham Xitoydan kelgan. Ko'rib turibsizlar, pastda raqam qoldiryapmiz. Lokatsiyamiz Farg'ona shahrida, biz nomer qoldiramiz. To'liqroq lokatsiyani tashqaridan aytib o'tib ketamiz. Hozir bu akamiz o'zlari jicha gapiradilar. Shunga gapiring. 这个 Ana. 像这种腿上有这种雀斑啦，或者这种颜色出现异变的，就是通过这个来刺激的手段，一点一点的，对，让它得到了缓解，让它不要继续的恶化，然后经过几个疗程呢，它会慢慢的就会往好的地方就是发展。 Hozirni tushunmagan bo'lsalaring, men tushuntiraman sizlarga. Короче, 5 marta, 6 marta kelganlardan keyin sezilarli darajada bilinadi. Xudo xolasa, oq dog'lardan ko'pchilik aziyat chekadi. Hozirgi kunda Shanxay klinikamiz o'shalarni o'ylagan holda yangi lazerli apparat mutaxassislardan olib kelingan. Farg'onada aytganimizdek, Kalsovoyda. Просто nomer qoldiryapmiz. Telefon qilsalaringiz sizlarga yana batafsilroq ma'lumot berishadi. Bemalol telefon qilaverasizlar.